Bugun sizlar bilan xolodilnikni yuvamiz. Suvda gel quyapman. Menga kerak bo'ladi shotka, lata, vazelinni chaydi. Nimasi? Chistoli va issiq suv. Xolodilnikimiz 2 qanotli. Anchadan beri yuvilmadi. Bugun bo'shatib yuvmoqchiman. Do ko'rib olinglar, qanaqa ahvolda. O'zini chirog'i bor. Ichida dadam o'zi qo'ygan. Kirib ketibdi. Ketamiz, yuvib ko'ramiz. Ichki holati. Muz qoplagan, ancha qalin. Bu dog'lar ketami yo'q bilmayman. Bo'shatib oldim. Idishlarni olib rishotkalarni olmoqchi bo'ldim. Muzlab ichiga pishib qolibdi. Shunaqa qilib bemas'ullarga solib rishotkalab yuvishni boshladim. Bismillah deb va Allohim shu bilan qalbimni ham shunaqa toza qilgin deb niyat qilib yuvdim. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Biron bir tozalik ishlarini qilmoqchi bo'lsanglar, Allohdan qalbimiz ham shunaqa pok va toza bo'lishini so'rab yuvsanglar zo'r bo'ladi. Ishimni tugatib oldim. Hamma yo'lni joylab qo'ydim va cholasi borligini sezdim va shuni to'g'rilab qo'yishga qaror qildim. Reshotkamni yaxshi turadigan qilib skotchlab izolentalab qo'yishni reja qildim. Reshotkam o'ziniki emas, xolodilnikda. Bu menga pistolet kley kerak bo'ladi va izolenta. Maytiga kley surkayman. Keyin qo'yaman. Muz qoplab ushlab qolyotgandi. Bu ikkinchi qavatiga og'ir narsalar qo'ya olmayman. Sababi o'ziniki aynaga sinib qolgan va eski xolodilnik reshotkasini qo'yishga majbur bo'lganman. Hozir xayolimdagi ishni qilib ko'raman. O'xshasa
nimasini ko'yaman natijasini. Klik chiqim. Hozir qatmagan. Mana qo'ydim. Kirdi. Bu tarafiga hech yetmayapti. Bu tarafini ham xuddi qilsam, yaxshi qatib turadi. Mana buni muz ushab turibdi. Bu bir tarafi uncha tekkani yo'q. Mana ramasiga. Ikkala tarafi yetdi. Endi xohlagan narsani bemalol qo'ysa bo'laveradi. Ikkala tarafi ham ishlab turibdi. Meni kuzatganinglar uchun rahmat. Kimgadir foydam tekkan bo'lsa, motivatsiya bo'lgan bo'lsam, xursandman. Podpiska bosishni va like bosishni unutmanglar. Ishni tugatib, maza qilib endi meva yeymiz. Dadamga rahmat. Olmalar olib kelib qo'yibdi, limonlar. Like bosishni